Assalomu alaykum akalar ukalar, mana xudo xolisa navbatdagi obyektimizni ham mana tunkalari bilan tugatdik. Xudo xolisa bu obyektimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 9 metr, uzunligi 34 metr bo'ldi. Mana bu joyini sementga moslab berdik. Mana katta mashina kelib bemalol sementlar to'kib ketaveradi. Bu yerimizni balandligi 6 metr bo'ldi, balandligi mana. Horlarimiz 4 tali bo'ldi mana. Har doimgidek materiallar konteyner profildan bo'lgan materiallar. Bu yog'i bu tomoni mana stokalarimiz 4,5 metr bo'ldi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz xizmatlar O'zbekiston bo'ylab har xil turdagi o'lchamdagi katta zdaniya, zavod, fabrikalarda ustilari 24 metr, 25 metrgacha bez ustini olib beraveramiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsa 170 mingdan kvadrati 300 mingga dor. Joyiga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab. Mana qoralarimiz orasi 6 metrdan mana sarroflarimiz. Orqalariga ham, frontonlariga ham tunka qatirdik. Rekalarimiz orasi 65 santimetrdan. Telefon nomerlarimiz 88 lik kodi bilan 978 78 07. Tashqaridan ko'rinish holatlari mana obyektimiz. Narigi tomoni xaladellik sex. 12 metrlik bir skatli firma u ham. Bu yog'i 7,5 metrlik mana. O'zmay bo'ldi mana bu joyimiz. 15 ga 20 joyimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, podpiska, obuna bo'lib qo'yamiz.